yaratiladi deganda ajratiladi, kredit ajratiladi degan. Hozir sizniki yatita, to'g'rimi? Yatita 1,5 milliardga kredit ajratsa 5 tadan shu o'rni yaratadi. MCJ bo'lsa 1,5 milliarddan 5 milliardgacha bo'lsa 10 tadan 30 tagacha shu o'rni yaratadi degan joyi bor. 1,5 milliarddan 5 milliardgacha kredit olib 10 tadan 30 tagacha odam ish o'rni yaratmasa, u avtomatik kredit foiz o'zgaradi. Foiz stavkasi kommersiya narxi o'zgaradi, 26% to'laydi degan. Ya onu o'sha yerni ular bunaqa qilmadi. Endi demoqchimanki 340 milliondagini o'zi noto'g'ri aytgan sizga, noto'g'ri talab qo'ygan demoqchimanda, o'sha 62-sonli qarorni olib bankka borib uchrasangiz, u sizni hal qilib beradi masalangiz. Endi bilmayman hozir qanaqa. Uni yopdim, endi hozir menga ishlab chiqarishimga kerak-da. Lekin uni biznes rivojlantirish banki bo'yicha mana o'sha aytganda, agar siz 100 million olgansiz, yana olaman desangiz, masala bo'lmaydi. Shu yana Biz o'zimiz berishimiz mumkin 100 million. Mayli, aloqa bankda 340 million yopibsiz, endi masalangiz bo'ldi, endi do'kon qurib qutuldim. Endi bu yerdagi оборотlar pulimiz u yoqqa ketib qoldi-ku. Hozir endi 10 olaylik desak, unga yetmayapti. Bunga yana kredit qilaylik desak, unga kredit berar ekanmi yo'qmi, o'shani o'ylayapmiz. Biz beramiz 100 million. Ikkinchi agar korxonangizda hozir aytganingizdek 100 millionga talab bo'ladigan bo'lsa, biz 100 million qilib beramiz. Bo'ldi. Rahmat.